Avtomaktabga bekor to'lov qo'yibman deyishga aslo shoshilmang. Chunki siz hozirda bo'layotgan qonun qoidalariga tushunmasdan, ana endi bir prava olish uchun avtomaktabga to'lov qilishim shart emas ekan, falon million so'm. O'zim uyda kitob o'qib, yo kompyuter testidan tayyorlanib, imtihon markaziga borsam, bo'ldi, o'tib ketaman imtihondan. Yo'q, bu aslo xato fikr. Ya'ni siz ustoz ko'rmaysizmi? Foydasi yo'q, hech qachon imtihonni o'tarmaysiz. Bekorga yetishmagan, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alardi. O'shaning uchun siz birinchi avtomaktabda yaxshi o'qiysiz, yaxshi ustozlardan bilim olasiz, ko'nikmalar olasiz. Ana shundagina nazariy imtihonlardan o'tasiz. Misol, testlarni kompyuterda yechish uchun ham, normal yechish uchun ham ustozni tushunchalarini olishingiz kerak. Ya'ni siz dars olishingiz kerak. Siz kimga yo'l berishingiz chorrahada, belgilar, yo'l belgilari, bu belgilar nimaga qo'yilgan, qayerda qo'yiladi, har bittasini kitobdan, testdan tashqari ustoz tushuntirib berish kerak og'zaki. Ana shundagina siz testning ma'nosini tushunib yetasiz. Siz uyda tayyorlanaverasiz, testda yechaverasiz, lekin ko'p testlarni tushunmasdan turib, qiynalib, yiqilib kelaverasiz. Imtihonga borasiz, может, uyda tayyorlanib, kitob o'qib, test yechib o'zingizcha kompyuterdan borasiz, yiqilib kelaverasiz. Har bitta yiqilishingiz 1200 dan 4 marta, 5 marta, 10 marta. Eng katta xatoingiz siz avtomaktabda ustozlardan bilim olmaganingiz. Foydasi yo'q. Ishoning, prosta siz pul yo'qotasiz, vaqt yo'qotasiz. Har bitta chorrahada, belgilarda bu nimaga qo'yilgan, qanaqa qo'yilgan, chorrahada kimga yo'l berish kerak, yo'lda qanaqa harakatlanish kerak, har bittasini malakali ustozlardan dars olsangizgina imtihondan chiroyli o'tasiz. Siz xursand bo'lmang. Ustoz ko'rmasdan turib, maktabda o'qimasdan turib, men imtihonga borib prava olaman. Yo'q, shu ham xon sanasiz. Undan keyin, ertadan keyin nabodo test yodlab olib, tushunmasdan prosta yodlab olib, prava olgan taqdiringizda ham amaliy hayotda mashina minganingizda umuman eplanmaysiz. Mashina haydashda ham, yo'lda harakatlanishda ham. Chunki ustozlar sizga yo'lda harakatlanishda ham o'rgatishadi. Yo'lda harakatlanishni bilmadingiz, avariya sodir qilasiz va pravangiz rishat bo'lib ketishi 100 emas 200%. Avtomaktab doim kerak. Bekorga avtomaktab deyilmaydi. Ko'pchilik pulidan qochib, qimmat deganiga mayli, agar xohlasang, o'zing tayyorlanib, avtomaktabsiz imtihonga borib ko'r deydi. Lekin siz aslo ustoz ko'rmasangiz, foydasi yo'q. Haydovchi ham bo'laolmaysiz, imtihonga prosta borib kelib, millionlab pullaringizni yo'qotasiz xolos. Menga avtomaktabda umuman aloqasi yo'q. Meni soham umuman boshqa. Ya'ni o'ylamanglar, bu avtomaktabda ishlaydi yoki ustoz yoki biror o'qituvchi yo'q. Meni soham boshqa. Lekin o'zim avtomaktabda o'qiganman va prava o'qib olganman, bilaman.